Qadrdonlar 30 mingga, 30 ming dollarga qo'zi qo'chqarlarni olyapsizlar. Bitta Nerjabekasidan ola olmaysizmi Qur'on aka? Nerjabekasi bunaqa temirdan bo'lgan, konteyner mahsulotidan bo'lgan qo'y qo'ralarni ko'rgan edim. Nerjabekadan bir asrlik qo'y qo'rani ko'rmagan edim. Seryoz aytganda akalar, bir asrga yetadigan, chirimaydigan qilib Nerjabekadan qo'y qo'ralarni yasab qo'yishibdi. Assalomu alaykum, Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, hurmatli chorvadorlar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Tiriz bozorining yonida Mosti tagidamiz. Hop, bu yerda bir sex, ukamizni sexga kelganmiz. Bu sexda akalar Nerjabekadan tortib temir mahsulot akalar nima desa bo'ladi, qo'y qo'ralarni 20 xilini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Undan tashqari ekonom pechkalarimiz bor. Undan tashqari qo'ylar uchun akalar oxirlarimiz bor. Tovuqlar uchun akalar kataklarimiz bor. To'g'rimi Adhamjon? Xuddi shunaqa. Akalar qo'ylarga tarozi bor. Novvoslarni tortadigan tarozilarimiz bor. 2 xil, 3 xil variantda. Shularni chiroyli qilib yoritib beramiz. Videoni yakuniga qadar ko'ringlar. Xudo xolasa hamma uchun manfaatli bo'ladi degan niyatdamiz. Mo'ljal Vodiy Farg'ona Petak, Toshkent Petak, katta kurugning yonida. Hozir bir boshdan Adhamjon nari jodilardan kelib chiroyli qilib yoritib beramiz. Mana shu kataga doğru kelamiz. Akalar, mana shu kata yig'iladi, teriladi mana shu kata. Yaxshi e'tibor beringlar, hammasi alohida bo'ladi. Undan tashqari yangilik akalar, Nerjabekadan tashqari pollariga e'tibor berasizlar. Pollari plastmassali. Bu plastmassali pol bilan taxtali polda nima farqi bor? Shuni ham Adhamjon chiroyli qilib yoritib berasiz. Adhamjon. Shunaqa, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha nima qilib beramiz, tanishtirib o'tamiz. Men yoritib beramiz. Adhamjon, nimadan boshlaylik? Shu jodizdan shunda kelaylikmi? Xo'p bo'ladi. Akalar, mana shu yerda jodidan kelamiz. Eng arzon qo'y qo'ramiz nech pul? Misol, ikkita sig'adi o'shanda. Ha, ikkita sig'adi. O'shanga ko'ringlar, xudo xolasa, eng arzoni 1,2 million ham qo'y qo'ra bor. Adhamjon, shu jodidan gaplashaylik, jodidan. Jodilarimiz eng kattasi bu diametri. Xo'p, bitta kesishini ahamiyat beradi. Hali kesar jodimiz. Xo'p, narxi bunimizda eng kattasi 780 ming so'm chiqyapti. Undan kichkinarog'i 680 ming so'm, 580 ming so'm eng kichkinasi. Hop, almazli disk bo'ladi. Diametrida farqi bo'ladi, xolos. Xudo xolasa bo'yi, eni, uzuni bir xil. Yumalak kalsosida shu pichog'ini diametrida bo'ladi. Ha, katta kichikligida. Katta kichikligida, ha. Bunimiz ham bor, 500 ming so'm chiqyapti. Baliqchilar olishyapti. Nimaga baliqchilar oladi? Asilkonni zanglamaydi ham. Baliqni to'rg'agani, boltada chopib nima qilgandan ko'ra oson bo'ladi. Mashalloh. Baliqchilarga ham sotyapsizlarmi? Sotilyapti, xudo xolasa. Baliq to'rg'agani bo'lar ekan. Bemalol, ha. Chiqib ketib, ha? Bemalol, asilkonni zanglamaydi. Birorta baliqchini olib kelmabsiz. Bo'laveradi. Xo'p. Navbatdagi qo'ramizdan nima boshlaylikmi? Ya'ni qo'ylar uchun manalarni ko'rsataylik. Xo'p bo'ladi. Bunimiz 4 ta qo'yga yopiq P joylari bo'lsa, oldini o'zini qo'yib bersalar ham bo'laveradi yoki 4 tasini olib to'g'ri chekkaga qo'ysalar ham bo'laveradi. To'rttaligimiz 1,4 million so'm chiqyapti. O'zi, mana shuni o'zi. Shuni, mana shuni o'zi. 1,4 million so'm. 6 taligimiz 1,6 million so'm. 1,6 million so'm. Xo'p, 8 taligimiz 1,8 million so'm chiqyapti. Shuni 10 taligi ham bor. Xo'p, unimiz 2,2 million so'm chiqadi. Misol Adhamjon, menda devor urilgan bo'lsa, shunda borib shuni o'rnatib qo'yar ekansiz-da. Yog'och qoqa bir narsa qilib yurmas ekansiz. Mabodo qo'ra zarli bo'lsa, shunda olib tashlaveradi. Oxirida tozalash ham oson. Misol axlat qolib ketsa qo'ydi, yemagan, shunday nima qilishadi? Tozalanadi. Baraka topi. 1 million qanchadan? 1,4 million so'm, 1,6 million so'm, 1,8 million so'm. Xo'p, kami bormi? Magazin narxi bo'lsa kelishiladi. Xo'p. Kelishtirib beramiz. Adhamjon, endi mana shu yerdan mana 4 talik qo'razdan sekin borilaveradi akalar. Sifat o'z Instagramlari bor, Sifat o'z YouTube kanallari bor. Akalar, Chimyonozdan ko'rdim desalar ham skidkalari hamma yo'g'i kelishiladi. Boshladi Adhamjon. Xo'p, navbatdagi qo'ramiz uzunasi 2,5 metr, eniga 1,5, o'rtasida bitta to'sig'i bor. To'sig'ini xohlasalar olib qo'yasizlar, xohlasalar qo'yib qo'yaverasizlar. Xo'p, terilib sochiladi ham narxi 3,1 million so'm chiqyapti. Ikkitadan 4 ta qo'yimiz turadi. O'rtasini olib bersalar, mayda qo'zidan 6 ta qo'z sig'averadi. Xohlasa 3 ta, 6 ta qo'z tashasin, xohlasa 2 ta qochqardan 4 ta tashasin. Ha, katta kichigiga qarab sonini. Bunimiz uzunasi 3 metr, eniga 1,5, 75 dan bo'lingan, terilib sochiladi ham 4 ta qo'yga
Bitta qo'yni misol qo'yasiz, yemini bu sheriga yeb bermaydi. Ha. Addenni. Kilolar bemalol. Narxi 4 million 100 ming so'm chiqyapti. Xudo xolasa jicha-picha kelishtirib 4 million 100 ming. terilib sotiladi. Hozir mashinalarda ishda dastavka bormi, yo'qmi? Dastavkasi Qayerga tekin? Farg'ona shahari ichi, Marg'ilon shahari ichi 10 km radiusda bepul, besplatni qilib beramiz. Xudo xolasa. Optim arzon joyda ashuna bo'ladi akalar. Boshqa joylarda solishtirib olaverasizlar. Bunimiz 3 metr, 3 xonalik, 3 ta qo'yga 225 ga 1,5, 75 dan bo'lingan bunimiz ham. Narxi 3 million 100 ming so'm chiqyapti. Bemalol qo'yni solasizlar, bemalol 150 kilolik sinalgan qo'y aynaveradi, bexijolat. Telari poltaxtali, toza sasnadan bo'lgan, ha? Rossiyskiy sasna orasini 3 sm ga 32 ga 9 deyiladi. 3 sm ga 9 sm orasi 2 sm dan ochilgan axlat tushib ketaveradi. Baraka toping. Hop. Xo'p, bunimiz 2 xonali, hadavoy, 2 ta qo'y bor odamlarga mayda qo'zi bo'lsa 3 ta qo'y solinaveradi ham, o'rtasi olib qo'yilaveradi ham. 1,5 ga 1,5 75 dan bo'lingan, narxi 2 million 100 ming so'm chiqyapti. 2 ta qo'yga bitta suv idish bo'ladi. Bitta katta qo'chqarga bo'laveradi. Xuddi shunaqa, ha. Yo'q, men yerda boqaman deganlarga buni gaka bolti bor. Bitta bo'shatamiz, 45 sm yerda qoladi. Tepasini yerga qo'yilsa, yer qora bo'lib qo'yaveradi. Ha. Tepasini o'zi alohida, pastini o'zi alohida bo'laveradi. Shunaqa, ha. Baraka toping. Tushundilaringmi? Eng arzon qo'ramiz mana 2 ta qo'chqarga. Aksiyadagi qo'yxonamiz 1 million 200 ming so'm chiqyapti. Mayda qo'zidan 3 ta, katta qo'zidan 2 ta qo'y boqilaveradi. Xo'p, nimaga 1 million 200 ming so'm? Ulog'i bor, stoykasi, ikkovi yoni bilan orqa stoykasiga uloq ishlatirganmiz. O'shani hisobiga 1 million 200 ming so'm chiqyapti. Uloq bo'lsa ham qo'y yashaveradi-ku, to'g'rimi? Bemalol bexijolat. Bemalol bexijolat. Hammasi bitta gapda qo'yni men qaraylarda semiraveradi-da, bu uloqda farqi yo'q. Bizga sifat arzoni bo'lsa bo'ldi. Xuddi shunaqa. 1 million 200 mingga hozir akalar siz materialni puli basda, hozir adashmasam shunaqa. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ertadan narx oshib qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa 30 dona bor bunimizdan ulgurib olishsa, 30 donadan keyin tugaydi, xudo xolasa. Laxtay materialimiz butundan nima qilib beramiz? Hisob, baraka toping. Akalar, boya aytib o'tganimdek, ana 20 ming dollarga qo'zi olyapsiz aka. Bitta nirjavakadan qo'ra olish kerak-da aka. Hali mana tepasi nimadan, tepasi navesligi bor. Oxirlariga e'tibor bering akalar buni. Qarang jonivorlarni qarang. Xohlasalaring konditsionerlarni o'rnatib ham berishaveradi bular. Bu to'g'rimi? Chiroqlarni ham o'rnatib berilaveradi. Mana ularga chiroqlar o'rnatib, kulchatirlar bilan yoqib beriladi akalar. Endi 20 ming, 30 ming, 10 ming, 40 ming, 90 ming dollarga qo'y olib, bu qo'y olgandan keyin shunaqadan bitta olib qo'ysiz, meni fikrim aka, nima deysiz? To'g'rimi Atqamjon? Shunaqa, xudo xolasa. Bu ikkitaligingiz necha pul? Xo'p, narxi 5 million 900 ming so'm chiqyapti. Terilib sochiladi nirjavekadan. Jicha nimalarini, pardozlarini qilganimiz yo'q hali. Oxirlari ham lyuks xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz. Tomli variant, balonli holati. Bu yig'ilib chochilaveradi, ha? Xuddi shunaqa, ha. Boltkakali, ha? Xuddi shunaqa, 5 million 900 ming so'm. Xuddi shu 248 santimetrli qo'yxonamiz ikkitadan to'rtta turadi. Bunimiz ham 5 million 900 ming so'm chiqyapti. Buni ham oxiri nima bo'ladi? Tozalanadi, suv idishlari bor akalar. Xuddi shunaqa. Bu plastmassali bilan taxtalikda nima farqi bor Atqamjon? Menga endi tushuntiring mana. Plastmassalikda qarang-da, plastmassalar ham yig'ilib chachilaverar ekan. Xuddi shunaqa, plastmassalik 20 yil xizmatingizni qiladi, chirimaydi, anaqa bo'lmaydi, muammo tug'dirmaydi. Donasi misol 60 ga hidlanmaydi, qo'y siysa. Xuddi shunaqa, tepasida dezinfeksiya qilgani ham oson. Taxta polli 5 yil, 10 yilga boradi, taxta chiriydi. Plasmassa chirimaydi. 20 yil, 25 yil xizmatingizni qilaveradi. Tepasida dezinfeksiya ham qilaverasiz. Bu taxta akalar bir narsani hisoblash kerak, taxta suvni shimaydi. Xuddi shunaqa. Shimagandan keyin hidam bo'ladi, to'g'rimi? Bunda hid xushon bo'lmas ekanda. Bo'lmaydi, xudo xolasa, bexijolat. Yevropa stil bo'libdi-da, ha? Xuddi shunaqa, Yevropa stilidagi qo'y qo'ralar akalar. Xo'p, narxi necha pul dedingiz Atqamjon? 5 million 900 ming so'm bunimiz ham. 248 ga 1,5. Bunimizdan 1,5 ga 1,5. Tomli bor, balonning hisobiga bu ham 5 million 900, bu ham ikkosi ham 5 million 900 ming. Xuddi shuni tomli qilib, qarang-da Atqamjon. Mana pokelar bilan qilsalar-ku, shunaqa ham qilib beraverasizlarmi? Yasab beraveramiz zakazga. Nirjavakalik qilib pokeda endi akalar bu mavzu yopildi. Endi mana pokelikni nima qilamiz Atqamjon? Nimaga bu qana pokelardan qilib keldilaring? Mana pokeda olib keling-da. Pokeda olib kelaylik, poketni ko'rsataylik. Mana pokeyimiz. 3 santimetrlik. Xudo xolasa zakaz qiluvdilar akamiz. Bunimiz Samarqandga chiqib ketyapti. Necha pulga sotildi shu? Xo'p, bunimiz narxi 6 million 200 ming so'mga tomli variant poki bilan sotildi. Pokili variant akamiz zakaz qiluvdilar. Tashqarida turadi, tepasida daraxt-paraxt ham yo'q, o'rtada turadi dedilar. O'shini hisobiga poki qilib berdik. Xo'p, tomi bo'lmasa,
Xo'p, 5 million so'm chiqyapti qo'yxonamiz. Ha. 4 metrga 180 terilib sochiladi. Tomlari ham 2 ga ajraydi bemalol. Aha. Bemalol ajraveradi. Yig'ishtiriladi, Terilib bu ham, sochiladi. Mashinaga yuklagani ham oson. Hovanlardan yig'ishtirilgan cho'ka alohida bo'lar ekan, Xuddi buni ham shunaqa, yig'ib terilaverar ekan. Yer qo'ra qilamiz desalar ham bo'laveradi. Xo'p, Adhamjon bitta gap. Mana o'zidan ham sotaverasizlarmi? Donasiga sotaveramiz mana. Plasmassani o'zidan ham? 60 ga 60 razmeri. Tayda fermasiga ham bitta ahamiyat berishadi. Bexijolat donasi 2 kilo Xitoy garantiya beradi, ko'taraveradi. Ha. Narxi 150 ming so'm, optim narxida chiqyapti. Chiroyli qilib bunimiz Jizzaxga chiqib ketyapti mana. Mash qo'y qo'raladi egasiga. Xuddi shunaqa chiqib ketyapti mana. Yer qo'rani egasiga o'zi qo'yxonalari bor ekan, o'zlari moslab olar ekanlar. Xo'p. Endi Adhamjon baqirib yuraveramiz, taxtaliga qarab. Ham bo'laveradi, bo'laveradi. Bunimiz 4 metrga 1,5 metrli обычный qo'yxonamiz. Narxi 5 million 700 ming so'm chiqdi. 5 million so'm, xo'p, 4 million so'm qo'yxonamiz. Ha, 4 million qo'yxona o'zi. 4 million 400 qilib beramiz. Bu optim tomini olganlarning hisobiga narxini tushib berdik. Ha. Xo'p, 1 million 200 ming so'm tomiga qo'shilyapti. Pok bo'lganining hisobiga обычный tom bo'ladigan bo'lsa, bunga o'xshagan 1 million so'm qo'shiladi. Ha, ha. Bu обычный tom. Tayda falgasi bo'ladi. 200 ming farqi bor ekan ikkalasini. Pok bilan, ha. Bundan men uni olganimiz yaxshi ekanda, to'g'rimi? shunaqa, Ha? 200 ming yoqa-baqa qilib siz bilan talashib turib narxni. Men uni olgan yaxshi ekanda, issiq sovuqqa chidamli bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, shu shepri yo'g'i nechi pul? Mana shu tomi yo'q. U mana qarangda, pasi ham yo'q, mana shu gegadan pasi yo'q. Tomini o'zi yo'q, kvadratni o'zi oxiri bor. Xo'p, yer qo'rani o'zi demoqchisizda? Ha, yer qo'rani o'zi arzon. 3 million 500 ming so'm qilib beramiz. Uzunasi 4 metr, eniga 1,5, terilib sochilaydigan tomsiz yer qo'ramizni 3 million 500 ming so'm. Kimgadir kerak emas-da, mana qo'li ham kerak emas, tepasi ham kerak emas. Xuddi shunaqa, ha. Oshunda arzon tushar ekan. Arzon tushadi, ha. Ha, borib ustani ishlatib, suvarka qildirib, bunday qilganingizda ham o'zi 3,5 millionga borib qoladi. Hozir siz 3 million qancha dedingiz? 3 million 600 ming so'm o'shanaqa qilib beramiz. Ha, ha. 3 million 600 ming so'm. Kelishtirib beramiz jicha-picha. Bo'laveradi. Xo'p, endi Adhamjon nimani ko'rsatamiz endi? Shunimiz plasmasali 428 ga 1,5 tomli variant 8 million 800 ming so'mga plasmasali tayyor bo'lgan. Ana shu uzun nechi dedingiz? 428. 428 eniga 1,5. Xo'p, mayda qo'zidan 5 7 tadan 14 ta ko'taraveradi bemalol. 1,5 tonnadan bemalol polimiz ko'taraveradi, muammosi yo'q. Qo'y katta kichigiga qarab 5 tadan 10 taga beramiz bu qo'yxonamizni. Mayda qo'zi bo'ladigan bo'lsa, tiray vazni 30 kilo bo'ladigan bo'lsa 15 ta sig'averadi bemalol. Katta bo'lganda sekin-sekin bo'lib olaveradi. Ajralinaveradi, ha. Akalar yana bitta oxirga bitta e'tibor berasizlar, qo'ylarni titganda mana. Qarang, uklonli qilib, beri tomonini, devorini baland qilib qo'yilgan, xashaq-shoyi to'kilmaydi. Xo'p, navbatdagi qo'ramiz 360 ga 1,5 plasmasalik, 2 tadan 6 ta qo'yimiz turadi, terilib sochiladi. Xo'p, bunimizning narxi 7 million 400 ming so'm chiqqan. Plasmasalisi taxta polli bo'ladigan bo'lsa 4 million 400 ming so'm chiqyapti. Hozir plasmasali bilan taxta polli shuncha razницasi bormi? Xuddi shunaqa. Donasi jicha qimmat, o'shining hisobiga Xitoydan kelyapti-da, o'zimizda ishlab chiqarilmayapti plasmasa, o'shining hisobiga. Ha, baraka toping. Xo'p. Bunimiz 250 ga 2,5 metrga 1,5 metrli plasmasali 4 million 200 ming so'm chiqyapti. 2 tadan 4 ta qo'yimiz turadi bunga. Taxta polliga 3 million 100 ming so'm chiqyapti. 3 million 100 ming. Xuddi shunaqa. Xo'p, taxta pollidan olib turib, Adhamjon. Teni so'ri qilib turib, ta'minda favqulodda nimalarga tepasini qo'raq qo'ysa ham yutar ekanmiz-da. Xuddi shunaqa. Ha? Yer qo'raq ekan, ha? Xuddi shunaqa. Yaxshi so'raga mana ishlayapti, men qarang, qancha deysiz uzunini? 2,5 metr. 2,5 metr. Zakonni bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa. Xo'p, eng kichkinasi 1,5 ga 1,5, eng xadavoyi 2 million 900 ming so'm chiqyapti. Plasmasali. Plasmasali. Taxta polli 2 million 100 ming so'm chiqadi. Terilib sochiladi. 800 ming razницasi bor ekan. Ha. Kimga qaysidan ma'qul kelsa telefon qilasizlar akalar. 20 aql hozir bu yerda ko'rsatganimiz bor, ko'rsatmaganimiz bor. Undan tashqari akalar, miyangizga bitta g'oya kelib qolsa, qo'y qo'ra haqida aytaverasizlar, chizmasini chizib berasizlar. Xuddi shunaqa. Yasab berilaveradi. Bat sex, bat optimchi. Bu yasalaydigan joy, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, ha. Katagimiz nechi xil, Adhamjon? Katagimiz 2 million 500 ming so'm chiqyapti. 190 ga ena 120, balandligi ham 120. Plasmasalik, tayida patnislari bor, ayyor varianti. Terilib sochilmaydi bunimiz. Ha, bu terilmaydi. Navbatda terilib sochilaydiganini ham ko'rsatamiz. Eng arzoni hozir qo'limizda bor 750 ming so'm, 1,5 metrga bo'yi 1 metr, eni 1 metr, 8 ta tovuq sig'adi. Setkasi yupqa, o'shining hisobiga 750 ming so'm. Hisob.
Xo'p, bularimiz hozir terilib sochiladigan ko'rsatayotganimiz zagatopkalar, tayyor variantlari chiqib ketadigan. Kaptar yo'llar ham qilib beraverasizlarmi? Bemalol qilib beramiz. Kaptarlarga, yana qushlarga, yasab beramiz. Ana qushchilarga. Xo'p, qo'shqor tarozilar. Tarozilarimiz 600 kilo tortadi. Narxi $330 chiqyapti. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Kelishtirib beramiz. $330 dastavkasi kelishlar. Qo'chqar ishqibozlarga jo'natib qo'ysin. Bozorlarda biznes qilaman degan ukalarimizga mana buqalarga ham, qo'chqarlarga ham 2 tonnadan 2 tonnali, 1,5 tonna. 1,5 tonnali bunimiz. Ha, 1,5 tonnadan. Xuddi shunaqa $530 chiqyapti. Pasini bemalol ko'taraveradi. Balanti 1,5 tonna. Bemalol. Ha, undan ham oshiq plus minusi bor-ku. Demoqchiman, hali patologiya, hali 1,5 tonna desa yolg'on bo'lmaydi. Ligirovkadan chiqib ketmaydi, mana bo'shab. 2 yil garantiyasi bor. 2 yil garantiyasi bor. 2 yil garantiyali. Bunimiz. Xo'p, buni qarang-da, hozir Adhamjon. Hop. Alohida bu chiqadi, bunday bozorga domli bo'ladi, yig'ishtirib olib borib kelgan. Xuddi shunaqa. Qancha dedingiz narxini? $530 chiqyapti. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Xo'p. Bunimiz Ko'chma tarozi akalar. Yukcha akalarimiz, misol meva-cheva tortaman deganlarga ham qulay. Tepasida ramkasi yo'q, supali tarozimiz $420 chiqyapti. Buni ham dastavkasi bepul. Xo'p, bitta narsa xayolga keldi, Adhamjon. Shuni bitta labo shunday keladigan qilib beralasizlarmi? Xo'p, uni отдельный alohida gaplashiladi. Sal kengroq qilib, sal uzunroq qilib. Alohida gaplashiladi uni. Misol telefon qilishsa, uni boshqa datchiklari bor, plus minus bor. Uni. Uni yasasa bo'ladi. Yasasa bo'ladi. Xo'p, akalar, kunlar sovib, sekin-sekin hamma pechkaga o'tyapti-da, Adhamjon. Ekonom pechkalarda ham 3 xili bor akalar, bu bo'ladi. Xuddi shunaqa. 3 xilini bunday yoritib chiroyli qilib beramiz. Xo'p. 3 xil variantidan. Listida farqi bor. Xuddi shunaqa. Korpusda farqi bor. Bunkeri kattasi bor, kichkinasi bor. Bunkeri katta, uchli stenkasi, uchli, suppasi bori 850 ming so'm chiqyapti. Mana shu turgan joyda. Xuddi shu, tayi cho'yan. Xo'p, xuddi shunimizni orqasida suppasi yo'q, listi tayi cho'yan, narxi 800 ming so'm, orqasida suppasi yo'q. O'sha suppasi yo'qligini hisobiga. Xuddi shunaqa 750 ming so'mligi bor. Bunkeri tashqarida ko'rsataman. Bunkeri kichkina, tayida armatura bo'ladi, cho'yanning o'rnida. Shuni hisobiga 750 ming so'm. Cho'yanning o'rnida armatura bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, bunkeri kichkina, endi bitta narsada Adhamjon. Hop. Buni materialda ham farqi bormi? Farqi bor. Listi. Xo'p, buni ham bitta ko'rsangiz, narxi, misol narxida ham farqi bor, 600 ming so'mga ham pechka bor. Bitta ko'rsataylik-da buni ham. Mana zagatopkasi bitta ko'rishingiz mumkin. Bu nima, misol o'tadi bunkeri 3 sm bo'ladi. 3 sm bo'ladi. Qalinligi, o't yonadigan nimasi, shuni 2 li yo 1,5 li bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mga chiqib ketadi. 1 yillik 2 yillik pechka bo'ladi-da, bir mavsum, 2 mavsumli, Xuddi shunaqa, Sekin o'tda ham nima bo'lgandan keyin o'zi xuddi shunaqa. Qo'shaq qo'shab nimasi chiqib, ko'mir solsangiz, mana yorilib ketadi, muammo chiqaveradi unaqalar. Undan-chi qimmatrog'ini olirgan ma'qul. Xo'p, agar 750 mingdan 850 minggadir pechkalarimiz bor. 2 milliondan necha milliongadir tepasi? Qo'yxonalarimiz 1 million 200 ming so'mdan tepaga qarab chiqib ketaveradi narxlari. Baraka toping. Xo'p, endi akalar antik bor. Qimmat xo'rozlar olyapsizlar akalar $2000 ga. Cho'jani tuxum ham nima bo'ladi-yu? Tuxumni ham qaranglar, akkuratni saqlaydi. Mushuk tegmaydi, boshqa narsa tegmaydi. Mana qaranglar-da. To'g'rimi? Tayda patnishlarigacha bor. Xo'rozboz akalarimizga jo'natib qo'ysizlar. Akkuratni qaraydigan katta ekan. Bundan ham zo'rlari bor-ku. Endi taka cho'cha-po'jalarga bo'laveradi. Xuddi shunaqa. Bundalik zot olgani, daket o'g'lar nimasiga kelar. Mana yig'iladi, komfort, xudo xolasa, teriladi. Taya manaqa plastmassali Yevropa stil ekanda bu ham, Adhamjon. Yevropa stil. Akalar, dastavkasi kelishiladi. Xuddi shunaqa. Balonlari bor. Nima deysiz? Vodiy bo'ylab bepul qilib beramiz. Narxi 3 million so'm chiqyapti. Balonlari bor. Tuxum tug'iydiganlari tashqarida, ichkariga kirib tuxumini olib yurishmaydi. Bemalol, bexijolat. Xo'p, 3 million. Mana shu 3 million so'm, vodiy dastavka bepul. Kelishgan xonasi bor. Kelishadi. Chimyon o'zdanman deysa, xudo xolasa kelishtirib beramiz, chiroyli qilib. Lakasini tashlab beramiz, xuddi shunaqa. Kelib ko'rib, akalar ustida savdolashib, olib ketishlaring ham mumkin. Nimaiki zarur bo'lsa, telefon qilasizlar, akalar. Biz xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Adhamjon, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, Alloh rozi bo'lsin. Instagramimizga o'tinglar, obuna bo'ling. Instagramda ham Chimyon O'zbekiston yaxshi qo'y-qo'ralar chiqarganmiz. Xo'p, akalar, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz.
Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.